endi ajrashgan bo'lsangiz, endi bu yerga qanday tul yashamaysiz-ku. Yolg'izlik faqat Allohga xos. Uylanaman qani. Uylaning. Nima qildi menga? Nima men otib qolman. Ko'zini o'ying o'sha jenangizda, ha. Tul qoladi, xor bo'ladi deb yuribdi-da bu kishi. Endi men hozir bitta narsadan tushunda, men hozir qayerdan topaman hozir. Mana qishloqda 5 marta uylanganmiz, mana 6-si bo'lsa. Erkak kishiga uyatmas. Menga desa 10 tasiga uylaning. Siz shunday borki, menga qarang. Men hozir sizga mahallamizda bunday qarasam, anavi g'aybillakani qizi bo'lmaydi. Bunday qarasam o'zi durustroq, mendan yaxshisi yo'q sizga. Dangal aytganim uchun noto'g'ri xayolga bormang. Mana men sadoqat deganda hammani ko'zini oldiga men kelsam kerak. Mana erim o'lganiga 2 oy bo'ldi. 60 kun bo'ldi. Oy soatini hisoblamayman men. Shu orada men bironta bir erkakka bunday yetib qaramadim. Sadoqat ramzi o'zi men bu mahallada. Agar bir sadoqatli, vafoli ayol kerak bo'lsa, men o'ylab ko'raman. Lekin yana ham bilmadim-o. Sen meni to'g'ri qilmaysan-da. Nimaga? Sen ruschani bilmaysan. Ha, o'ylsana, shu til degani. Tilni bilgan mana Jumagul akani, opani qizi tilning orqasidan qancha narsa qildi, bilasanmi? Tilning orqasidan Dubaydan uy qurdimi? Tilning orqasidan yangi lasitni oldi.